Hozir mana BYD'miz kelgan. Mana shu yon tarafdan urilgan ekan, udar bo'lgan ekan. Bamperlar sinib, farlari sinib, kapotda qiyshib qolgan. Krылоlar qiyshib, yo'llar bukilib, zazorli yopilib ichiga kirib qolgan mana. Eshik ochilmagan bo'lib qolgan. Oldi ustunliklar ozgina orqaga ketgan ekan, udar bo'lganda. O'shalarni hozir o'zini qilib beramiz. Kapot, krылоlarni o'zini tortib chiqarib, fara bilan bamper almashtiramiz hozir. Kapotga shu kichkina petni o'chadi shu yoqqa. Krылоga ham bitta kraskada sinib ketgani uchun mana bular mana ko'chyapti mana. Mana shunday bu yoqqa petni o'chirib beramiz kichkina qilib. Mashinani yechintirishni boshlaymiz, yechintirib tortib to'g'irlashni boshlaymiz endi. Mana holat. Mana BYD'imizni ham tortib to'g'irlab zazorlarni chiroyli qilib qo'ydik. Mana farani oldi zazorlarni ham. Mana yon zazorlarni ham chiroyli bir xilda qilib qo'ydik. Chiroyli qilib. Eshik zazorlarini mana bir xilda ochib qo'ydik. Mana holati. Podgonga qilib yig'ib, fara bamper yengiga olingan. Faqat bamper rangi tushmagani uchun bamperni bo'yab beramiz. Kapot, krыло, petnoqlardan bu yoqlarni ham chiqarib qo'ydik mana tekis qilib. Petnoqlar ham shu yerdan, kapot ham petnoqladi. Mana holatlari. Zazorlarni chiroyli qilib yig'ib qo'ydik mana. Farantiyadagi zazorlari ham bir xilda. Mana holat. Mashinamiz podgonkadan chiqdi уже. Mana holat. Mana BYD'mizni remont qilib bo'ldik. Mana zazorlarni chiroyli qilib yig'ib berib, mana bamperlarni krasketdi, kapotiga fara yengi qo'yildi. Mana holati. Zazorlarni chiroyli qilib yig'ib berdik. Mana mashinamiz holati. Ana endi egalariga topshiramiz mashinani. İşimiz bitti.